bo'yiga boqarkan, suvlar soyga oqarkan, bilmas edim sevganimga, hey, boyning o'g'li yoqarkan. O'ynatib qosh ko'zini, aylantirib so'zini, boyning tillozariga sotib ketdi o'zini. Ey, men tilba, men devona, yurar edim o'ylanib, bugun o'chal sevgimga boylar ketdi o'ylanib. Oyni olib beray deb to'ssam qo'lim yetmadi, o'chal arzon malaka mening pulim yetmadi. Вырвал сердце мое. Давай. Ey, hammaga keng bu dunyo, bizga kelsa tormikan, bevafoning sevganiga boyvachchalar zormikan. Qayqa yo'lan jon ulan, quchoq gul bo'lsin, ikkimizni ayirgan pul olsin, pul olsin. Qayqa yo'lan jon ulan, quchoq Постой, парнишка, даже выглядит такой. ikkimizni ayirgan pul olsin, Такой народик. Qayqa yo'lan jon ulan, quchoq gul bo'lsin, ikkimizni ayirgan pul olsin, pul olsin. Ikkimizni ayirgan, hey, pul olsin, pul olsin. To'g'risini aytsam, men dadam ustozim o'tiribdi. Ay, молодец. Dadangizga rahmat. Mana shu yo'nalish, mana shu aytgan qo'shig'ingiz, ijro etib berganingiz, bu yerda qanaqadir sverxestvenniy notalar olmadingiz, lekin shunaqa dard bilan, yurak bilan bu narsani aytdingiz. Demak, biz mana shu yerda o'tirib, oddiy muxlis sifatida mazza qildik-da. Sizga bundan alohida rahmat. Va o'ylaymanki, sizni kelajagingiz juda ham Hammalaringga rahmat. Yo'q, hozirdan aytib qo'ymaylik, ertaga anaqa nima deydi? Yulduzli kasallik. U kasallik uchrasa o'sha yerda o'zi uchadi. O'zi ham biladimi? Adalariga aytib qo'ysa, o'zlari aytib qo'yadilar. Men o'ylaymanki, yo'q, biz mani onam taraf hammasi farg'onalik rishtonliklarda debsa. Mana shu ko'p jihatlarim o'sha onamni tarafidan olganman-da va tarbiya shunaqa olganmiz. Bugun bor, ertaga yo'q. Hamma narsaga tayyor bo'lgin. Lekin mana shu odam ajratmagan, yaxshi inson bo'lish bu eng yuqori sifatida meni oilamda bu narsa doim gapiriladi demoqchiman-da. Shu uchun yo'qolmasin bu narsa. Farg'onadagi insonlar bunaqa bo'lmaydi. Bular har safar odamgarchiligi bor. Sizlarda mana shu narsa bilan sizlar qadrlanadi. Shu uchun hech qachon mana shu yulduzlik kasallik buliga tegishli emas. Bular chunki Farg'onadan men bilaman bular qanaqa. Birinchi o'rinda mashhur bo'lib, elga tanilish. Va nima? Eng asosiysi odam bo'lib qolish. Bilasizmi, keyin yana bir narsani aytmoqchimanki, mana shu ota uchun mana shu farzandini agar haqiqatdan O'tiring.
qanaqa bu qanaqa baxt. Men Da, hozir da. his qilyapman. G'urur. G'urur. Da, da. Haqiqatdan ham otangiz siz bilan g'ururlansa ham bo'ladi. Albatta onajoningiz ham, onajonsiz ham bu hammasi bo'lmaydi. Mana shunaqa chiroyli chiqishingiz, o'zingizni sahnada tutishingiz, biza qalbingizni pokligini ham his qilyapmiz hozir. Kattakon sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana shu yurtimizda mana shunaqa kelajagi porloq yoshlarimiz bor ekanki, bizning yurtimiz hamisha birinchilardan bo'ladi. Inshaalloh. Judayam to'g'ri qo'shiq tanlangan. Rahmat opa. Bu sizning yutug'ingiz bugun. Rahmat opa. Va rahmat. Ustoz demoqchi. Prosta mana bunaqa narsa. Mana Lola, Munisa ham, Shahri ham bu yerda o'tirishdan birinchi maqsad faqat to'g'risini aytadi. Bu boshqa shoular uchun javob bermayman, lekin X Factor uchun javob beramanki, bu O'zbekistondagi haqqoniy shou. Bu yerda kecha ham aytdim, akam-akasi hech kim aralashmaydi bu yerda. Hech qanaqa zo'rligini ko'rsatadi. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Va bildirilayotgan fikrlar bular rost fikrlar.